Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bizda tozalash ishlari ketyapti. Jiyanimiz bugun bizga yordamga kelgan. Ha, Javohir? Bo'lyaptimi hashar? Baraka topsin, jiyanlar yordamga kelgan. Bugun ba'zi quyonlar tagini tozalayapmiz. Hozir bu yoqda ham hozir bularni ham tagini tozalaymiz. Sekin. Hozircha mana oq quyonimizni bu yoqqa tushirib qo'yganmiz. Tagini tozalayapmiz. Bu yoqda bu tomon tagini tozaladik. Quyonchalar tagini. Muhammad Yahyo bo'lyaptimi o'g'lim? Muhammad Yahyo bilan Javohir akasi bugun yordamga kelgan dadasiga, amakisiga. Hozir bularni ham tagini tozalaymiz. Mana taglari ancha yig'ilib qolibdi. Quyonlarimiz hozir quyonlarni ham obzor qilamiz. Bular samkalar, sametslar. Mana bular sotuvda sametslar. Ikkitasi sotuvda, bittasi sotilgan. Mana bular xikol sametslar. Toza xikol. Toshkentdan Leylopadan kelgan. Sotuvda 55-56 kunlik bo'lyapti. Bular Hipilus sametslar. Bular ham shu 2 kun farqi bor. Ota kalif, ona xikol. Yaxshi bular ham. Vesi zo'r. Mana bular xikol samka 3 ta qoldi. Hipilus samka 3 ta qoldi. Shoshilamiz. Soni cheklangan. Xudo xolasa mana bu yoqda yana yaqinda sotuvga chiqadi. Tayyor bo'lyapti. Xikol 9 ta, 11 ta aralash, hali jinsi noma'lum. Endi xudo xolasa sekin jinsini aniqlaymiz. Bu ota xikol, ona hipilus. Bilmadim, nimagadir qora chiqdi. Bugunlar sheriga mana shaqa o'tib qolgan. Sho'xlik qilib. Bular hipilus. Xo'p, bular 35 kunlik bo'lib qoldi. 35-36 kunlik. Bular ham nasib bo'lsa 10 kunlarda sotuvga chiqadi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqamiz. Mana bu yoqda ham quyonlarimiz endi indan chiqib boshladi. Bular 5-aprelda tug'ilgan ekan. Bugun 22 bo'lsa 17 kunlik. Yangilik. Mana bu quyonimiz 4-aprel kuni 20-aprel kuni tuqqan 11 ta. Mana bolalari yaxshi. Hammasi yayrab yotibdi. Mana bular bo'g'oz quyonlarimiz. Xudo xolasa bular keyingi oy tug'adi. 25 kunlarda tug'adi. Bizni kuzatib boring, qiziq videolar hali oldinda. Hozir toza bo'lgandan keyin quyonxonani yana toza holini ko'rsatamiz. Like, obuna bosish esdan chiqmasdan. Tozalash ishlari ham yakuniga yetdi. Tozalab qo'ydik. Tozalikka nima yetsin? Tozalik bor joyda baraka bo'ladi. Joylar tozalikdan maza qilyapti. Mana bu yerda tayyorlab qo'ydik. Bu hali tug'ishiga ancha bor degan alomatlarni ko'rsatyapti. Hozir buni joydagi burguntni qayerga joylashtiramiz ko'rsataman. Burguntni bu yoqqa olib keldik. Bu ham tug'ishi yaqin joylarini tayyorlab olib keldik. Bu
Raddomi bilan tanishyapti. Qo'rqyapti. Raddomi bekor tashlab qo'ydik. Endi xudo xolisa tayyorlaydi. Mana bu uchalasi bir kunda tug'adi. Xudo xolisa bir haftadan keyin ular tayyorgarlikni ko'rib qo'ygan. Mana ular joyini tayyorlab hashaka toshib qo'ygan. Ular mana 31-mart kuni qochgan, 31-aprel kuni tug'adi. Mana bu ham tayyorlab qo'ygan. Bu quyonlarimiz o'tgan safar videomizni kuzatib borayotganlar biladi, kanalimizni kuzatib borayotganlar. Bunisi 14 ta tuqqan, bunisi 16 ta tuqqan. Ular rekordchi quyonlarimiz. Mana ko'ramiz, xudo xolisa bu safar nechtadan tug'ar ekan. Xudo xolisa tuqqandan keyin yana bitta video qilamiz. Kuzatib boring. Xudo xolisa yana yaxshi videolar hali oldimda. Like, obuna bo'l, bosishni esdan chiqmasin.